Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizdan ko'pchilik Redmi va Honor modellarining narxini so'ragan edi. Biz hozirda bizga Redmidan yangi modeli Redmi A5 kelgan. Ular 1.210.000 so'm. Bizga yana Redmi Note 14 keldi. 2.100.000 so'm. Xo'p. 1.28, 6 ga 1.28 bo'lar ekan bu. 108 megapiksel, 5500 amper batareya. Redmi Note 14 Pro. Ushbu telefonimiz 3.300.000 so'm. Hop, 8 operativka, 256 GB ichki xotira. 5500 amper. Kamerasi 200 megapiksel. Endi Honor X7S. Bu modelimiz 2 million so'm. Ichki xotirasi adashmasam 128 GB. 6 ga 128 bo'lar. Honor X7S lar. Honor X9B. Bu modelimiz 3.200.000 so'm. Bular ekrani Edge bo'ladi. Hop, xotirasi 8 ga 256 GB ekan. 5G mavjud. 5G antena. Internet zo'r ishlaydi 5G da. Bizda yana Honor X8S modelimiz bor. Ushbu telefonimiz 8 ga 256 2.700.000 so'm qilib beramiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari Samsung modellarimiz bor. Xo'p, Samsung telefonlarimiz hozir ko'pchilikka yoqqan Galaxy A56 5G. Ushbu telefonimiz 4.5 million, 8 ga 128. Ushbu telefonimiz A36 5G. Bu 4.200.000 so'm. Bu 8 ga 256 GB ichki xotirasi. Ushbu telefonimiz A26 5G. 6 ga 128. Operativkasi kichkinaroq ekan. Bu telefonimiz A55 5G si bu ham 8 ga 128, 4 million so'm. Hop. A35 5G. Xotirasi 128 GB. 3.300.000 so'm. Va A16 telefonimiz 1.950.000 so'm. 1.8 GB ichki xotirasi. Oq va qora ranglari bor. Xo'p, ushbu M05, F05 modellarimiz 64 GB ichki xotira. Bular 1.250.000. Hozirda sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan modellarimiz shular edi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.